Assalomu alaykum aziz Instagram orqali sizlar uchun yana foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Bugun 31-dekabr. Xo'sh, kirib kelayotgan Yangi yil bayrami bilan barchamizni tabriklaymiz. Yangi yil bayrami bo'lsa ham biz dam olmasdan sizlar uchun har xizmatda biz. Mana bu qo'ylarimiz sotilyapti, bo'g'iz qo'ylarida oladiganlar bo'lsa. Xo'sh, adres Buxoro viloyati Jondor tuman Ko'sala qishlog'ida bo'ladi. Mana. Nasib bo'lsa mana azomashlar. Xo'sh, mana qo'ylarimiz 150 bosh qo'ylarimiz bor. Ona bolalar, bo'g'iz, hozir bo'g'iz qo'ylarni obzor qilib o'tamiz. Mana ikkita tug'adigan. Mana yelimdan ko'ribsa, yelim qilib o'tibdi. Shu ko'chaga tug'adiganlari ham bor. Bu ustiga belgi qilib qo'yilgan ular tez tug'adiganlar bular. Toza keldi ular. Toza keldi bular. Ha, ustiga belgi qilib qo'yilgan mana. Qo'ylarimiz sifati zo'r. Xo'sh, Surxondaryo kashtan qo'ylari. Mana yuqoriga nimalari. Mana yelimlarni ko'ryapsizlar. Tez tug'adigan qo'ylarimiz. Xo'sh, narxlariga kelsak, narxlari 4 milliondan boshlanadi, to 6,5 milliongacha bu. 4 milliondan 6,5 ga arasiga endi 4 million, 4,5 million, 5 million bu, 5,5 ustiga bu. Har xillardan bu qo'ylarni 150 bosh. Adresni aytib o'tdik. Buxoro Jondor tuman Ko'sala qishlog'i Shahagani qo'y fermalarida bo'libdi. Videomiz yoqsa like bosib qo'yinglar, oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqib kelaverasizlar. Adreslarni hammasini aytib qo'yganmiz. Telefon nomeri ekran pastiga. Sifati zo'r qo'ylar, gapi yo'q lekin. Bemalol kelaverasizlar.